Ey, Nurik! Paket olsan. Okay, ko'rmaysizmi? Kichkinagina muammoni, okay? Haqqi. Tepaga chiqing, hammasini tushuntirib beraman. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Okay, qurilish bu muammosiz bo'lmaydi. Kichkinagina muammo. Ova. Yuring, okay, tushuntiraman. Ko'rmaysizlarmi endi ortiqcha ovoragarchilikni? Bu hamma rekalarimizda sasni, bu yoqda 2 xil reka turibdi. Bu tavriko Rossiyada kesib, Toshkentga yetkazilgan. Bu tayyor daraxt kelgan, Toshkentning o'zida kesilgan bu. Radiyasini yaqinlashtirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Yaxshi yomonligi. Endi amrisini ko'ring. Sifatdan ham bilinadi. Bu rekadan biz hech qachon sifat ideal darajada kuta olmaymiz. Shuni hisobiga do'konchimiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lgani hisobiga do'konchimiz o'zlari hamma rasxodlarni ko'tardilar. Ortiqcha ovoragarchilik, avtolik soat 400 ming so'm.